Stop obunachilar. Mana shu ekranlaringda ko'rib turgan 3 ta mashinadan bittasini yutib olish imkonlaring bor. Ya'ni 3 kishi bittadan mashina yutib oladi. Buni shartlarini men sizlarga tushuntirib o'tsam. Mana shu videoga like bosasiz, kanalga obuna bo'lasiz va kommentariyaga xohlagancha kommentariy yozib qoldirasiz. Omad deysizmi, Mers, BMW deysizmi, Ronaldo yoki Messi deysizmi? Hammasi qabul bo'ladi va qanchalik ko'p komment bo'lsa, ya'ni 1000 ta kommentariy shu videomiz tagida yig'ilsa, biz random bot orqali 3 ta omadli obunachimizni teleglab olamiz. Hamda ularga mana shu mashinalarni sovg'a qilamiz. Hammangizga omad. Unda men videoni boshladim. Voy, shu men telefonni olaman-da, mana bu izumrudlarni ham olaman. Xo'sh, hey, barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Notrik va bugungi yangi video roligimga xush kelibsizlar. Albatta, videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Unda men bugungi video rolikni Notrik boshlayman va kimdir meni chaqiryapti. Xo'sh, assalom. To'xtang. Voy, to'xtang. O'zim chimchirak chiqan. Demak, bu to'sh to'g'rimi? Nima? Assalomu alaykum. Notrik, nimaga tinchmisan? Voy, Ronaldo, sizmisiz bu? Albatta menman, yana kim bo'lishi mumkin? Voy, to'xtang, men o'zimga ishonmayapman-da. Qandaydir Mr. Beast kelganda mayli ishondim, Elon Musk kelganda mayli ishondim, lekin siz meni oldimga kelganingizga men qandaydir ishongim kelmayapti. Qanday qilib ishonging kelmaydi? Men oxir shu videolaringni ko'rib kelyapman. Yo'q, qanday qilib? Men Mr. Beast bilan Elon Musk bilan olgan videolaringni ko'rdim va men ham seni videoga qatnashib qo'yay degan maqsadda keldim-da endi ataylab. Yo'q, siz rostdanmi? Yaxshi, men xursandman. Unda hozir men bir ikkita narsa olib chiqolay. Tushunarsiz. Obunachilar, qishloqqa Ronaldo keldi. Tushunyapsizlarmi? Sizlarga Ronaldomi yoki Messi kommentariyaga yozib qoldiringlar obunachilar. Men shu orqali bilaman, Messining fanatlari ko'pmi bizning obunachilar orasida yoki Ronaldonimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. 7 yoki 10 yoki Ronaldo yoki Messi deb yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Xo'sh, men nimani olishim mumkin yana Jinurson? Mayli, mana pulni olaychi, balki Ronaldoga suv olib berarman, qishloqdan napitkami. Xo'p, Ronaldo, nima qilamiz? Siz qishloqqa masalan Elon Musk kelganda menga challenge berdi. Ya'ni Mr. Beast kelganda esa $10 million evaziga o'yinda yutishimni so'radi. Siz nima so'raysiz? Men qishloqlaringga bir zonasi qurdim. Shuni ko'rib bersang yaxshi bo'lardi. Yo'q. Albatta, borib ko'raman. Biz hozir boramiz. Bir ikkita narsani gaplashib olaylik biz. Xo'p. Qayerda? Mana bu yer. Voy, obunachilar, bu juda ham dahshat. Bu Lamborghini Urus, Cadillac, Bugatti, 3 ta Bugatti va 2 ta Lamborghini Urus va 3 ta Cadillac. Bu yerda soqchilar va jitellar. Voy, jitel yaxshimisan? Charchamay. Ha, sen Ronaldoni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Sen ham ko'rdingmi? Ha, men ham ko'rdim axir. Juda ham ajoyib, to'g'rimi? Ha, albatta. Mayli, unda men mana Ronaldo ham o'sha o'rtaga kelib adashmasam, men chiqishim kerak obunachilar o'rtaga. Juda ham ajoyib. Mer, hozir Ronaldo 1 minut. Mer, assalomu alaykum. Notrik, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman. Juda ham ajoyib. Qishlog'imizga Ronaldo kelibdi. Sen orqangda juda ham mashhur bo'lyapti bizni qishloq. Xuddi O'zbekistonga 2009-yil borganday. Albatta, shunday. Obunachilar, agar bilsalaring 2009-yil Ronaldo ham O'zbekistonga kelgan. Agar bilmasalaring, qidirib ko'rsalaring bo'ladi. Qo'y gap, sizlarga Messi yoki Ronaldo yozib qoldiringlar. Sizga kim? Albatta, Ronaldo kim bo'lardi? Albatta, Ronaldo bo'ladi. Xo'sh, Ronaldo, mana men keldim. Bu yerda qanaqadir ajoyib va chiroyli bo'lgan to'p. Xo'p, endi nima qilamiz? Futbol o'ynaymizmi? Yo'q. Biz obunachilaring bilan challenge o'tkazamiz. Qanaqa challenge? Xo'sh, men buni o'ylab ko'rishim kerak albatta. Ya'ni obunachilaringga mana shu 3 ta mashinani sovg'a qilamiz. Qaysi 3 ta mashina? Ana, qizillar bor-ku. Mana bularmi? Rostdanmi? Albatta. Obunachilar, sizlar tushunyapsizlarmi? Sizlar uchun mana shu mashinalar mercheka o'tib turingchi. Bugatti, Cadillac va yana bitta Cadillac sizlarga sovringa o'ylanadi.
Ya'ni bularni topshirish shartini hozir qanday topshirishni o'zim aytsam bo'ladimi? Albatta, xohlaganingni ham obunachilaringga sovg'a qilsang bo'ldi uchalasini ham. Ha, bo'ldi. Obunachilar, agarda mana shu videomizda 1000 tadan oshiq layk va 500 tadan oshiq kommentariyalar soni bo'lsa, ya'ni описаниеda mana pastda kommentariyalar 500 ta yoki yo'q, mayli 500 ta emas, 1000 ta kommentariya yig'ilsa va 1000 ta kommentariyachidan omadli 3 ta odamni random bot orqali aniqlab olamiz va mana shu 3 ta mashinadan birini sovg'a qilamiz. Agarda sizlar shu mashinalarni yutmoqchi bo'lsalaring, albatta kommentariyaga eng kamida omad deb yozinglar. Agar omad deb yozishga erishsalaring, Messi yoki Ronaldo, BMW yoki Merz, Tesla yoki BMW va nuqta tashlab qo'ysalaring ham bo'ladi. Unda sizlar bilan notrek davom etamiz obunachilar. Bu juda ham zo'r, sizlar uchun shuncha imkoniyat. Bu qaysi YouTuber qilib beradi? Albatta men. Xo'sh, Ronaldo endi nima qilamiz? Xo'sh, buni o'ylab ko'rish kerak. Albatta o'ylab ko'rish kerak. Balki futbol o'ynarmiz, nima deysiz? Yo'q. Bu uchun alohida video qilamiz. Yo'q, futbol uchun alohida video rostdanmi? Bu aldamayapsizmi? Yo'q. Sen qishloqni atrofini, mana shu stadion atrofini o'rab chiqishing kerak. Bugun kechqurun futbol o'ynaymiz. Yo'q, kechqurunmi? Albatta, ana bu yerda sandiqqa narsalar qo'yib qo'yganman. Hamma shart beryapti, to'g'rimi? Men ham shart beraman. Atrofni chiroyli qilib, xavfsiz qilib o'rab chiqasan va bugun kechqurun futbol bo'ladi. Mana shu stadionda bir oktagon liga. Oy, rostdanmi? Juda ham ajoyib bo'ldi. Obunachilar ko'ryapsizlarmi? Sizlar uchun shuncha imkoniyat. Mana bu yerda 3 ta mashinadan birini yutib olish uchun o'sha gap 1000 ta kommentariya mana shu video ostiga yig'ilishi kerak. Omad deb yoki Merz, BMW yoki Ronaldo, Messi любойni yozsalaring bo'ladi obunachilar. Xo'p, qayerda sandiq ekan? Xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sandiq qayerda ekan? Men buni atrofini o'rab chiqmoqchi edim. Hozir sizga keltirib berishadi, ozgina kutib turing. Xo'p. Maylimi, ungacha atrofni aylanib tursam? Keltirishdi, orqangizda turibdi. Orqamda yo'q, rahmat. Xo'sh, obunachilar mana ko'rdilaring. Bu juda ham sizlar uchun imkoniyat, shuncha foydalanib qolinglar. Shuncha narsa rostdanmi? Lekin to'g'ri, bularni barchasini men qo'yib chiqishim kerak. Mana shu, bular kerak emas. Bular, albatta bular va mana bular. Unda bularni joylashtirishdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib, adashmasam, mana bularni o'rab chiqqanim ancha xavfsizroq. Ya'ni mana shunday qilib o'rab chiqsak, juda ham ajoyib bo'ladi obunachilar. Xo'sh, obunachilar, menda bir g'oya bor. Balki keyingi safar Messini chaqirarmiz, balki bilmadim. Albatta, agar bu kommentariyalarda Messi ko'rib qolsa, albatta keladi degan umiddaman. Bularning oldini yopish shart emas, to'g'rimi? Ha, buni atrofini mana bunday qilib yopib chiqishimiz kerak. Katta ehtimol bilan mana shunday va barchasini o'rab chiqsak juda ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi bu yerdan uyimgacha o'rab chiqishimiz kerak. Juda ham orasini masofasi juda ham yaqin qolyapti tegishiga, lekin mayli. Buni buzamizda mana buni qo'yamiz. Juda ham chiroyli va sifatli chiqadi shunda. Mana bu yerga ham shuni qo'yamiz va aslida buni ham o'rniga mana shu bo'lish kerak. Bo'ldi. Endi tepaga ham xuddi shunday bu qatordagi barcha o'tlarni uzamiz va mana shunday qilib qo'yib chiqqanmiz. Balki bekordan bekorga shuncha pulni va ya'ni shuncha pulli mashinani yutolmasin deb Ronaldo ataylab menga ish bergandir. Balki bilmadim nima uchun bunaqa ish berdi menga, lekin bunaqa ish bermasligi kerak edi-ku, lekin mayli, bu ishni qilamiz. Hech qanaqa muammosi yo'q. To'g'rimi obunachilar? Shunchaki men bu atrofni o'rab chiqishim kerak va bo'ldi. Menga shunchaki, ya'ni menga emas, sizlarga mana shu uchala mashinani shunchaki sovg'a qiladi. Agar 1000 ta kommentariya bo'lsa va 1000 ta kommentariya yig'ilgandan keyin random bot orqali kommentlarni orasidan 3 ta omadli obunachimizni tanlab olamiz va tanlangan obunachilarga mana shu 3 ta mashinani sovg'a qilamiz. Bittasi Bugatti va ikkitasi Cadillac. Xo'sh. Mana men o'zimga keraklicha yana resurs olib keldim. Qarang, o'tib ketdi digital va yana o'rashda davom etamiz. O'ylaymanki video sizlarga yoqyapti va yoqayotgan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'ling va обязательно 1000 ta kommentariya qilish uchun kommentga 5-6 ta yoki 20-30 marta ham omad deb yozaveringlar. Shunda video shunchalik rekka chiqadi va shunchalik ko'p odam komment yozadi va sizlar Bugatti va Cadillac yutib olishinglar mumkin. Bu juda ham ajoyib. Buni hech qaysi YouTuber sizlarga bunaqa imkoniyatni bermaydi. Shuning uchun
Albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana shu yergacha qilsam ketsa kerak, to'g'rimi? Albatta mana shunday va mana bunday. Хорошо. Buni bunday qilamiz, chunki bu yerdan odam o'tadi, sig'ishi kerak. Albatta hamma narsani o'ylab qilamiz, obunachilar. Cadillac tegmaydimikan? Adashmasam tegadi, to'g'rimi? Da tegmasa ham jursin. Bo'ldi, yaxshi. Endi bagajni olib qo'yamiz. Juda ham zo'r. Endi bu tarafni ham xuddi shunday yopib o'tishimiz kerak, asta-sekinlik bilan. Yaxshi, Cadillac'ni tagidan o'tkazdik, unda mana bu yerga tegar ekan va ancha rasvo ish bo'lardi. Mana buni qo'yamiz va bo'ldi. Hammasi adashmasam ajoyib. Ana endi biz Ronaldoni ketishini kutishimiz kerak va Ronaldoni yo'q, to'xtanglar obunachilar. Biz mana bu narsalarni qo'yish esdan chiqib qolibdi. Ya'ni JT'lar uchun sharoit bu. Qayerga qo'ysak bo'ladi? Mana bu yerga terib chiqamiz. Agar JT'lar yegilsa va ichkisi kelsa, mana shu yerdan olib ketishi mumkin. Bularni esa bularni orqasiga qo'yamiz. Ya'ni mana bu yerlarga mana shunday 3 ta va bundan 3 ta, yana 3 ta va yana 3 ta buni buzamiz. Yana mana 2, 3. Mana bundan ham qo'yishimiz kerak. Ya'ni musorlarni shunchaki yerga tashlab yubormasligi uchun bular. Mana shunday va mana shunday. Ajoyib. Bu yerga yana kola, shirinliklar va oxiriga bitta mana qizil musurchadan qo'yib qo'yamiz va bu tarafga ham xuddi shu tarzda davom etamiz. Adashmasam kech ham bo'lyapti va Ronaldo bilan futbol o'ynaymiz, obunachilar. Ronaldo meni kutyapti, adashmasam ish qilishimni ataylab ko'rib turibdi. Yaxshi qilyapmanmi yoki yo'q? Agar yaxshi qilmasam mashinalarni bermasa kerak, lekin men juda ham ajoyib qilyapman. Addushi sizlar uchun, ya'ni mana shu mashinalarni sizlar yutib haydab yurishingizni xohlayapman, obunachilar. Chunki sizlardagi obunachilar menda boshqa yo'q. Adashmasam bo'ldi va xavfsiz bo'lishi kerak dedi. Eshitdilaringmi, obunachilar? Bu degani mana bularni mana bu yoqqa qo'yib o'rab chiqishimiz kerak. JT'lar chiqib ketmasligi uchun maydonga mana shunga e'tibor berish kerak. Agar adashmasam buni qo'ymaganimda Ronaldo menga gapirishi mumkin edi. Yana bilmadim, obunachilar. Men shunchaki shunaqa deb nursin JT'lar nima? Tushunmadim, nima bo'ldi hozir? Tushunarli. Axir hammasi ham original JT emas, obunachilar. Nimaga desalaring, bizda shunchalik ko'p JT yo'q-ku. Buni hech kim bilmasligi kerak. Mana bunday va mana bunday qilib qo'yamiz. Bu yerda mana bu tarafdagilar original JT'lar, bular shunchaki manekenlar, obunachilar. Chunki Ronaldoni o'yini chiroyli ko'rinishi kerak-ku, atrofi to'lish kerak-ku. Bizda shunchalik JT yo'q. O'shaning uchun ko'pi ham Messiga valet qiladi. Hammasi u naryoqlarda, uylarda, огородlarda yuribdi. Atilib futbolga kelgani yo'q. Chunki Messining fanatlari aniq-ku, bu Messi fanatlari bo'lgandan keyin Ronaldoni o'yiniga kelmaydi. Mana bunday qo'yamiz, chunki bu tarafdan kirishlari mumkin va hammasi to'xtanglar. Ajoyib emas. Mana buni qo'yib chiqsak, keyin barchasi ajoyib bo'ladi va juda ham mukammal bo'ladi. Yaxshi, hammasi zo'r. Xo'p, Telegramdan xabar keldi qani. Soat hali endi 5 bo'libdi. Mayli, ungacha urgulaman. Kechqurun bo'lsa, mayli ungacha men yuvinib kelay, sport kiyimlarimni kiyib kelay, oddiy men ham va mana bu Ronaldo bergan barcha narsalarni mana bu yerga solib qo'yamiz. Mana shunday va mana shunday bo'ldi. Ketdim sport kiyimlarimni kiyaman va darajamni ham qaranglar, addushi yetdi. Va o'sha gap sizlarga, obunachilar. Sizlarga Messi yoki nimasi bo'ladi? Ronaldo, BMW yoki Mercedes kommentariyga yozib qoldiringlar. Xo'sh. Men tezda formalarni almashtirib oldim. Mana shu yerga yashirib qo'ygandim.